Assalomu alaykum. Siz Parvoz sirlari kanalidasiz. Bugun biz to'lqinsimon to'tilar, dunyodagi eng mashhur uy qushlari haqida gaplashamiz. Birinchi, ularning kelib chiqishi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, to'lqinsimon to'tilarimiz Avstraliyadan kelib chiqqan. Ingliz tilida badger yoki badger deb ataladi. Nega odamlar ularni yaxshi ko'radi? Rang-barang, qo'noq, odamga tez o'rganadi. Gapirishni o'rganishi mumkin. Oddiy parvarish va kichik joy yetarli bo'ladi. Ularning xarakteri juda ijtimoiy qushlar. Yolg'izlikdan siqilishi mumkin. Guruhda bo'lishni yaxshi ko'rishadi. To'lqinsimon to'tilar haqida qiziqarli faktlar. Erkak to'tilar aytish va taqlid qilishga usta. Ularning hayoti 5-10 yil davom etishi mumkin. Bu albatta yaxshi parvarishda va yaxshi sharoitlarda. Juda toza va o'zini parvarish qilishi orqali bu to'tilar mashhur. Buguncha albatta mana shu ma'lumotlarimiz. Bu faqat boshlanishi. Keyingi videoda to'tilarning erkagi yoki urg'ochisi haqida qanday ma'lumotga ega ekanligimizni va bu haqida ma'lumotni sizga taqdim etamiz va qanday aniqlash mumkinligi haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalga obuna bo'ling va qushlaringizni doim ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.